Qana bo'lmasa boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Islomjon YouTube kanali obunachilari, chorva ishqozlari, YouTube foydalanuvchilari, hurmatli obunachilar. Bugun xudo xolasa Andijon, Paxtaobod chorva mol bozoridan xudo xolasa mayda ko'chatlar, boqmalar xudo xolasa kuzatishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Bugungi kun yakshanba 20-aprel. Soat minlarimiz 6:19 tashkil etyapti akalar. Bugun do'st chiroyli obzor qilib yoritib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Sizlardan bitta narsa akalar, shu videomizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan akalarimiz shunday obuna bo'lib qo'yib, xudo xolasa bu qolar zo'rlarni, udorlarni sizlarga inshaalloh yoritib berishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. 20 ga juda ham oz qolyapti akalar. Ozgina sizlarga podeshkalar kerak bo'lyapti, shu obuna bo'lib qo'yishinglar kerak bo'lyapti. Bizga akalar 78% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Qolgan foizi bizga obuna bo'lishgan. 22%mi, 25% odam biz obuna bo'lib kuzatyapti. Bitta videoyimiz 6000 ta ko'rilayotgan bo'lsa, shundan 46 yo 100 ta, 200 ta odam zo'rg'a podpiska bosyapti. Akalar, podpiska bo'lmaganlar juda ko'p. Shuni obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kanalimizning rivojiga o'zingizlar hisslar qo'shgan bo'lasiz. Xudo xolasa chiroyli videolar qilib sizlarga taqdim qilishga harakat qilamiz akalar. Taqdim etamiz inshaalloh. Qani bo'lmasa boshladik. Qaysiga bo'lyapti aka? Qaysiga bo'lyapti? Nech pul? 23 million 500 ming. Beryapsizmi, olyapsizmi? Beryapsizmi? Sotyapsiz. Ha, hurmatli obunachilar. 23 million 500 ming so'm. Boqma buqalardan, hurmatli obunachilar. Mana kallalar. 23 million 500 ming so'm bo'lyapti savdolari. Bo'ylari 120, 125 atrofidagi buqalarni, hurmatli obunachilar. Orqalarini ko'rib qo'yasizlar. Savdolar bo'lyapti. Nechlar aka bular? Hurmatli tomoshabinlar, buqalarimiz. Kuzatib qo'yaylik. Boqmalar ko'rsataylik, qancha? Yaqin 25 milliondan. 25 milliondan. Son nechta aka? Bitta. So'ralar sizga, u targ'ilami? Targ'il, ikki ola qora targ'il. Ikkala ola, targ'il, qora. Mana hurmatli obunachilar, bu ikkalasi. Yana borlar ham yo? Mana bu ikkovi. Bu bilan bu. Bular nech pul? Qora distiga sotaman deb. Qora distiga sotamiz. Telefon nomerni ayting qiziqlarga. 93lik 692 692 88 78. Bo'yin nechiga olsa mana ikkalasi? Taxmin qila oling. 15 yo'l olsinmi? Pilisiga? Ola olsin. 15 pilisi. Hurmatli obunachilar, 1.15 ta pilisiga yo'l olasizlar bu qolarimiz. Ha. Bularimiz uning ustida xudo xolasa 1.20, 1.25 pilisda bu qolarimiz xudo xolasa. Mana uchalasi. 4 ta. Bu yerda 4 ta, bu yerda 2 ta, hurmatli obunachilar. Qiziqqanlar, ishqozlar aloqaga chiqaramiz. Shunaqa boqma buqaga qiziqqan kishilarimiz bemalol aloqaga chiqarasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Mana bu qolarimiz. Tuyalarga ham e'tibor beramiz. Bittasini tuya salpamiz qo'yganishi yaxshi. Sotish kerak, kelishtirib beraman hammasini. Do'st yengilroq qilib beramiz aka. Inshaalloh akalar yengilroq qilib do'st qilib berishadi akalar, do'st savdo qilishyapti, so'rashyapti bunisi. Maydasiga xaridor bo'lyapti. Bunimiz kimdan ekan buni? Hurmatli tomoshabinlar, bu kattamizda egasini topa olmayapmiz. Bo'ladi. Nech pul bo'lyapti savdosi? 17 million. Monisiga bo'lyapti? 17 million savdosi bo'lyapti, hurmatli tomoshabinlar. Tak, joni, tak. Bunlari 1.15, 1.20 atrofidagi buqamiz.
Mana bu chekkada ko'rasiz. 15 pilisda. 120 chiqmaydi, 120 pastroqda. Lekin shuni atrofida hurmatli obunachilar. Ovozlarni olibdi. Shu qamish. Bunisi nech pul aka? Mana burchada. Mana bu. Bu sensizdami aka? Yo'q, mana olib. Tamam, bitta o'zi. Buni shimdan ekan mana. Qaysingiz savdo bo'lyapti? Monga. Qancha? 23 million 700 ming so'm. 300 ming so'm, kam 24 million so'm hurmatli obunachilar. Mana bo'lamiz. Bo'lar kelar hurmatli obunachilar 125 pilisida. To'g'risi 125 lik bo'lamiz. O'zimiz jaydari mesni buqalardan hurmatli obunachilar. Savdolar bo'lar. Hop 200 ming xayr qilib beramiz. Yo'q, unaqa uy gap yo'q gap tog'a. Siz so'raganingizda Qanchaga oling deyapsiz? Qanchaga oling deyapsiz? 25 ga. 25 gami? 200 ming xayr qilib bering, to'g'ri tog'a. Dedingiz ko'p pul turibdi. Zavrat to'planib ketamiz. Mana tomosha beradi. Tog'amiz 25 million so'm. 25 millionga oling deyapti. Akamiz 200 ming so'm kam. 24 million so'm so'rayapti. 1 million 200 ming so'm o'rtada. Ranjisa bo'lyapti. Hurmatli tomoshabinlar. Boqma uqalardan so'raganlarni yana davom etamiz boqma uqalarga. Beryapti. 28 million savdosi bo'lyapti. Bunimiz-chi? Bunisi 24 million berdi. 24 million so'm bo'ldi bunimiz savdosi. Olamiz-chi aka? Bunga 28 berdi bunga. 28 savdosi bo'ldi buni ham. Bunisi 58 mingdan taroziga bo'lyapti. Bunisi 58 ming so'mdan taroziga bo'lyapti. Shvedlarni hurmatli tomoshabinlar. Shularga qarab qo'yasizlar mana. Bunchalarni ham bir maza qilib ko'ringlar akalar. Oyoq qo'llar. Ko'rayotganmiz. Savdolar shu bo'lgan savdolar ustiga qo'shib beramiz, Qo'shib beramiz. Qiziqarlar ishqo'z aynomida ayting aka. Ha, evet, telefon ishlatmayman. Telefon yo'qotib qo'yganman. Telefon yo'qotib qo'ygan. Telefon yo'q. Hurmatli tomoshabinlar. Bu yomon bo'ladi ekan mashina. 135-140 atrofida bo'lamiz mana hurmatli tomoshabinlar. Kilolari 500 kilo atrofida. 450 kilo. Kilisida bor. Mashlar ham 430 kilo. Ko'rasizlar hurmatli obunachilar. Kilisida dog', kilolar. Bu taxminiy narsalar. Xato kamchilik nuqsonlar. Oldindan uzr so'rab qo'yamiz akalar. Kilosini taxminiy aytib ketyapmiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Do'stlarimizga ulashib qo'yinglar videomizni. Bunaqangi bu qizarib yurgan aka-ukalarimizga bitmay qolyapti. Mana savdosi bo'lyapti. Bularda aka 40 million qilyapti. Ikkalasi 20 milliondan 40 million so'm savdosi bo'lyapti. Bunisi-chi? Bu mendan emas. Bu sizdan emas. Ikkalasi hurmatli tomoshabinlar. 1.15 lik, 1.10 pilosi, 1.15 lik bu qolar hurmatli obunachilar. Ikkalasi ham savdolar bo'lyapti. Telefonlarni yo'qotib qo'yib ekanmiz. Telefon nomeri yo'q ekan, shuni chataq bo'lyapti akalar. Evichlari zo'r, ha? Evichlari zo'r. Xudolarni. Telefon nomeri olganda qiziqarli bo'lsa telefon qilardi. Telefon yo'qda, telefon tushib qolgan. Sherigingiz qani? Sherigingiz zo'r-ku, ha? Men aytdim. Sherigi nomerini ham bermaydi mana. Ana hurmatli tomoshabinlar. Shu yetimdan bu. Nech pul bu? Na, 23 million. Savdosi nech pul oldi? 20? 20 million so'm savdosi bo'layotgan. 1.10lik, 1.15lik buqamiz. Bo'yi shunaqa ekan akalar bu. Oyoq qo'li kalta, lekin uzunligi uzun ekan hurmatli tomoshabinlar. Uzunligi uzun ekan buqani, lekin yerga yaqin buqa ekan hurmatli tomoshabinlar. Aykin nech bu? Asadbek. Assalomu alaykum. Islomdek qaraysiz. Assalomu alaykum. Men aka Islomdek. Nima qo'shib beramiz? Ikkalasini olib. Assalomu alaykum. Aka, yaxshisiz, charchamisiz? Aka, bularimiz nechta endi soni? 4ta.
4ta. 1 2 3 qizil esa. Sement shunday shekilliga. Gibrid hurmatli obunachilar. Sementali gibridimiz mana. Aka mashina boshqalar narxi necha pul bo'ldi? Bu narxi 21 jinda ekan bu. 21 jinda ekan bu. Bo'yi nechiga olsin mashina? Bir 10 chiqib qolib. 1.10 pilisiga olsin. Minusiga ham olaversin. Pilis minusi. Ha, minus. Bunisi ikkinchidan. Bu 23 million jinda ekan. 23 million? Ha, necha kam bu? Jinda kam bu. 1.16 chiqdi. 1.16 chiqdi. Aka nima? Savdosi qancha bo'ldi ularning? Ikkalasi. Hozir 37 million beryapti orqada akalar. Qaysi? Jupiga 12 olsin. Ikkalasi 37 million so'm bo'lyapti hurmatli tomoshabinlar. Hozirgi savdosi. Bu necha pul o'zi narxi? 23 milliondan ikkalasi. 23 milliondan. Hurmatli tomoshabinlar. Mana. Bunisini 120 yo'l orasida. 120 yo'l orasida. Bunisini 125 yo'linglar akalar. Oshib 130 keladi. Oshama akalar sizlarga oshig'i. Sendan kelgan Kalmikskiy paroda. Ha, Kalmikskiy paroda. Ana chiplari bilan buni tomoshabinlar. Kalmikskiy paroda Rossiyadan kelgan. Bu qamizga. Savdosi necha pul bo'ldi buni? Buni hali so'rashga yo'q. So'rashga. Necha puldan narx qo'ydingiz? 27 million. 27 million hurmatli tomoshabinlar. Kalmikskiy paroda. Qiziqqan ukalarimizga bo'ylarini aytib ketdik. Vesin qancha keladi vesimoni? Taxmin bitta mashina. 400 kilo jinda kamroqdir. 400 kilodan jinda kamroq. Telefon nomeri ayting aka. 94lik 94lik 754 754 00 00 22. 22 nomerlariga aloqa chiqarasizlar hurmatli tomoshabinlar. Xo'p, Qirg'izistonda buqalari mana qiziqqanlarga bunimiz gibrid ekan akalar, shu nima bilan ozmoz qoni bor ekan. Sementalimiz ko'ryapsizlar, rangi ham gibrid shoxlari o'sgan ekan lekin ish qog'ozlari qiziqqanlar aloqa chiqargan hurmatli tomoshabinlar. Mana buqalarimiz. Mana Kalmikskiy parodamiz. Bu ham ishqozlar aloqa chiqarasizlar akalar, xudo xolasa. Dastakamiz bor deb o'ylayman. Kelishamiz, ha? Bo'ldi. Kelishamiz deyapti mana tomoshabinlar. Necha puldan bular? Ha, mana tomoshabinlar. Irg'ib o'tkazsinmi endi? Necha pul Asadbek bular? 22, 21 kam bor. Savdolar qanaqa bo'ldi? Savdolar hali bo'lmadi. Hali savdolar endi bo'lmadi. Endi xudosi. Nima tomoshabinlar? Bular 120. 120 yo'l orasida bu qamiz. Ikkalasi ham pashti bir xil turibdi. Lekin uzunligi uzun ekan bu qamiz. Asadbek nomeri ayting qiziqqanlarga. 95lik 95lik 013 013 81 48. 81 48. Hurmatli tomoshabinlar, qiziqqanlar ishqibozlar aloqa chiqaramiz bu qilamiz. Savdolar bo'lmagan. Narxlari 22-21 ekan. Wow. Qiziqqanlar ishqibozlar aloqa chiqarasizlar. Bo'ylarni ham taxminan aytib ketdik, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, videolarimizni oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat. Boqmalarimiz ozroq ekan, akalar ko'rdinglar, nariyadagilarni ayrimlarini oldik. Ayrimlarini egalari yo'q ekan, juda ko'p pulni egalari yo'q, eda, beda. Ular do'yda kiloga tortyapti. Necha kilo keladi? Hurmatli tomoshabinlar. Baragani berchi, qani? Shu ketib qoladi hozir. Voy malades, zo'r keldi-yu. 435 ta aylanadi. 435. Hurmatli tomoshabinlar. 430 ikki atrofida 432 kilo. Mana bu qamiz. Endiroqda taxmin qilgan bu buqalarning kilolari taxminan shunaqa kelar ekan, hurmatli obunachilar. 430 kilodan ustida ko'rgan buqalarim o'ydagilar, hurmatli obunachilar. Zo'r. Necha pulga barakasi bo'ldi? 24.8. Mana akalar. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar.
shunaqa videolarimiz bo'lyapti. Akalar biz kuzatishda davom etinglar, ajratgan vaqtinglar rozi bo'linglar. Ikkinchi qismini olyapmiz hozir, ikkinchi qismini boshlaymiz. Mayda ko'chatlarni ko'rsatib qo'ydik, Sigir bozorida xudosi video syomkasini ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha layklar bosinglar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Bizni izohlarda o'zingizlar fikringlar qoldiringlar, qanaqa bo'lyapti bozor, arzon qimmat yozib qoldiringlar. Albatta akalar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Menga motivatsiyam juda kattasi bo'ladi. Shu video agar 24 soat ichida 1000 ta layk yig'adigan bo'lsa, do'st qolgan bozorlarga boraman deyapman, lekin hech ham imkoni bo'lmayapti akalar. Layklar soni ozolyapti, motivatsiya tushib ketib qolyapti. Charxon Jo'jamol bozorini ko'raman degan holdan beri ko'raman degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana akalar sizlarga dushanbagacha, seshanbagacha vaqt akalar. Duosi 1000 ta layk yig'adigan bo'lsa shu videomiz inshaalloh shu bozorlardan chiroyli qilib yoritib beramiz akalar. O'ta ham katta bozor Charxon. Charxonda yoritib beramiz inshaalloh akalar. Sizlardan bittadan layk, sizlardan pul olmaydi, boshqa qilmaydi. Shunday vaqtinglarni ajratib, stop kadr qilib turib bittadan layk bosib qo'ysanglar bo'ldi akalar. Xo'p akalar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan salom joz bo'ldi. O'zingizlar asranglar akalar.